yangi Dyson V16 Piston Animal Submarine modelini obzor qilamiz. Avvalgi modellardan farqlari aynan bu modelimizda eng moshli motoriga ega bo'lib 315 Airwattni tashkil etadi. Bundan oldingi modelda musorni presslash imkoni yo'q edi va 16 modelimizda maxsus knopka yordamida yig'ilgan musorni presslash imkoni bor va alohida musor to'kish uchun knopka qilingan. HEPA filtrlarimizning ko'rinishi ham yangilangan. Bu modelimizning eng katta yengilliklaridan bittasi bu modelimizning My Dyson ilovasiga ulab ishlatish imkoniga egasizlar. Ikkinchi katta yengilligimiz odatiy biz o'rgangan nasatkalar endilikda yo'q. Endilikda V16 da yangi Anti-Tangle nomli nasatkalari mavjud. Bu nasatkamizda ikki xil rangdagi konus shaklidagi roliklarga ega bo'lib, bu soch o'ralashib qolishini oldini oladi. Avvalgi nasatkalarda faqatgina rolik chiqarilib, tepa qismi kirligicha qolib ketardi. Endilikda buni yechimi bor. V16 modelimizning asosiy nasatkasining ust qismi alohida yechiladi va tozalanishi maksimal darajada oson qilingan. Bu hali hammasi emas. Katta o'zgarishlardan yana bittasi Submarine nasatkamizda ikkinchi pokoleniya bo'ladi. Yangi modelli barcha yengilliklari bilan sizlar bilan bo'lishdik. Agarda sizlarga bu modelimiz qiziq bo'lsa, kommentariyada plus belgisini qoldiringlar.